Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, tinglovchilar va Argiz tuproqshunoslik kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun sizlar bilan tuproqshunoslikda giyohvoro tizimlari fanidan 5-amaliy mashg'ulotimiz, ya'ni ArcMap ilovasida qatlamlar yaratish, qatlamlar ustida va yozuvli amallar bajarish mavzusini ko'rib o'tamiz. Bu mavzuni o'rganishimiz uchun bizga quyidagi bandlar kerak bo'ladi. Masalan, ArcMap ilovasida qatlamlar yaratish, qatlamlar ustida turli amallar bajarish hamda qatlamlar ustida yozuvli amallar bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz oldingi darslarimizda ustanovka qilib olgan ArcGIS ilovamizni pusk panelidan topib olishimiz kerak bo'ladi va C programmadan kirib ArcGIS oynasini ochib, mana bu yerdan ArcMap ilovasini tanlab olamiz. ArcMap ilovasini tanlab olganimizdan so'ng bizda mana shu oyna ochiladi. Bu oynaga oldingi amaliy mashg'ulotimizda qatlamlar yaratib olganmiz. O'sha qatlamlarni mana bu yerda yangi saqlanib qolib olgan papkamizdan tortib olamiz. Mana layers qatlamlar sifatida yaratib olganmiz. Bu yerda mana mavzuli, nuqtali, ko'p nuqtali, chiziqli, maydonli va sathlarni ham men qo'shib oldim. Oraliq masofani, o'sha o'lchamlini oraliq masofaga o'zgartirib oldim. Mana bularni esa yuqoridagi panelimizdagi editor, agar kimda editor bo'lmasa, mana bu o'chirib, mana qaytadan o'sha bo'sh joylariga olib kelib, sichqonchamizni bo'sh joylariga olib kelib, o'ng tugmachasini bosadigan bo'lsak, demak bizda menu paneli ochiladi. Bu yerdan editorni belgilab olamiz va qo'shib olamiz. Shundan so'ng editorda sichqonchaning o'ng tugmachasi, chap tugmachasi orqali Start Editingni bosib olib, mana maydonli, o'sha ko'p nuqtali, chiziqli va boshqa qatlamlarda amallar bajarish uchun ularni aktiv holatga o'tkazib olamiz. Va bizga bu yerga bugungi darsimizda qatlamlar ustida amallar bajarishimiz uchun bizga raster karta kerak bo'ladi. Raster karta uchun men oldindan tayyorlab olgan o'sha darsimiz uchun tayyorlab olgan papkam bor. Unda Navoiy viloyatini ustida amallar bajarib ko'rmoqchimiz. Mana shu Navoiy viloyatini, Navoiy viloyati ustida amallar bajarish uchun Navoiy viloyati kartasini shunchaki olib kelib ArcGIS, ArcMap oynasiga tashlab olishimizning o'zi kifoya. Yokida mana bu yerda papka pils oynamiz orqali o'sha bizga kerakli bo'lgan papkadan topib olishimizga to'g'ri keladi. Mana Navoiy oblastini olib kelib ham qo'shishimiz mumkin. Va bu Navoiy oblastimiz ochilmaydi bizda. Mana bu oynamizda ko'rinmaydi. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmachasini olib kelib, uni Zoom to Layer o'ng tugmachasini bosish orqali Zoom to Layer'ni menyusini tanlab olamiz va sichqonchaning chap tugmachasini bosish orqali esa Navoiy viloyatining mana xaritasini chiqarib olamiz. Bu mana ekranlarimizda aks etdi. Shundan so'ng qatlamlar ustida amallar bajarishimiz uchun bizda mana oldindan o'sha tayyorlab olgan qatlamlarimizni ishlashini ko'rib chiqamiz. Mana Navoiy viloyatini o'zimizga qulay ixcham holatda bitta mana bu yerda tuman chegaralari o'tgan. O'sha chegaralarni ustidan chizib olishimiz uchun, qatlamlar ustida qatlamlarni hosil qilishimiz uchun o'sha maydonli qatlamlarni, bitta tumanimiz ekranni to'liq qoplaydigan darajagacha olib kelib olishimizga to'g'ri keladi. Mana olib kelib olamiz va maydonli qatlam bilan ishlash osonroq, chunki maydonli qatlamning funksiyalari ko'p. Bularni yana tanishtirib o'taman. Maydonli qatlamni belgilab olganimizdan so'ng o'sha chizmoqchi bo'lgan obyektimizni imkon qadar yaqinlashtirib olib, boshlang'ich nuqtasidan chegaralardan belgilab olamiz va
tuman miqyosidagi chegara chiziqlarimizni o'tkazishni boshlaymiz. Mana shu orqali Navoiy viloyati hududidagi barcha tumanlarni chegaralarini demak qaytadan qatlam hosil qilib olib, ustida amallar bajarishimiz uchun tayyor holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana keyingi oynaga o'tishimiz uchun sichqonchamizni o'rtasidagi joystick knopkasi deymiz. O'sha aylanuvchi knopkasini ustidan bosib ham demak o'sha viloyat kartasini ushlab, uni kerakli bo'lgan hududgacha siljitishimiz imkoniyatini yaratadi. Bu juda ham ishlarimizni asqotadigan bo'lmani asqotadigan bo'lganligi uchun doim foydalanishni talab etadi. Mana e'tibor berganingizda bitta tumanni chizib oldik. Navoiy viloyati hududida. Undan so'ng esa hamma tumanlarni, hamma chegaralarni shunaqa chizmaslik uchun bizda o'sha maydonlining konstruktor toolsida mana e'tibor qaratsangiz poligon, to'rtburchak shaklda, aylana shaklda, ellips shaklda va chiziqlar orqali hamda avtokomplet demak menyuchalari bor. Demak o'sha funksiyalar orqali avtokompletni tanlab olamiz. Avtokompletda ham chizishimiz oson va boshlang'ich. Agar avtokompletda shunchaki yuza maydonni o'zida chizib, uni yakunlamoqchi bo'lsangiz, bunda tugatmaydi va ishni saqlanib qilmaydi. Shuning uchun buni har doim bitta hududni, ma'lum bir hududni chizib olib tugatganimizdan so'ng, o'sha hududni qaysidir chegarasiga olib kelsak, masalan, mana bu tumanni chizmoqchi bo'lsak, mana shu tumanni ham belgilamoqchimiz, chegaralarini, va buning uchun bizga oldin birinchi holatda chizib olgan hududimizning ma'lum chegarasini belgilashimiz to'g'ri keladi. E'tibor qaratsangiz, mana sichqonchani o'sha kursori borganda faqatgina chegarada, o'sha chegaradan boshlash imkoniyati borligini aytyapti. Ya'ni vertex qo'ymoqchi, vertex deb ataladi har bir burchakka qo'yadigan o'sha nuqtalari. Lekin e'tibor qaratsangiz, mana ochiq maydonlarda u ko'zga tashlanmaydi. Hozir buni ham chizib ko'rsataman. Mana shunday qilib, mana o'sha to'rt burchak shaklga kelgan hududdan boshlaymiz. O'sha hududni belgilashni shu shaklda davom etaveramiz. Mana har bir o'sha chiziqlarni tuman chegaralariga ko'ra o'tkazib chiqyapmiz chegara chiziqlarimizni. Mana shu yerda e'tibor qaratadigan bir jihat borki, bu jihat agar mana bu yerda tugatsak, shuncha bu yoqda qilgan ishlarimiz demak saqlanib bo'lib qolmaydi. Lekin mana bu yerda tugatmasdan shu yerda e'tiborli bo'lamiz. Olib kelib mana yana maydonning ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu yergacha chizaman degan narsani ko'rsatyapti va avtokomplet qilib mana bu yerdagi qolgan hududni belgilaydi. Mana buni belgilaganimizda mana ikkita hudud, ikkita tuman belgilandi va o'rtasida chegarasi mana shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Ana endi keyingi hududni ham xuddi yuqorida bajargan ishimiz kabi demak belgilab olamiz va o'sha yana oldindan dastlab belgilagan hududlarimizning qaysidir chegarasi bilan bog'lashimiz kerak bo'ladi. Bu ish juda qiyin emas, faqatgina biroz mehnat, sizlardan ozroq sabr talab qilinadi. Mana ko'rib turganingizdek mana kichkina chegaralarni ham yaqinlashtirib ham chizish imkoniyati bor. Bizda mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz xatoliklar bor. Bizda bularni to'g'rilash imkoniyatlarimiz ham bor. Qanchalik o'sha tadqiqot o'tkazayotgan yoki chizilayotgan hududimizda aniqlik yuqori bo'lsa, demak bizni natijalarimiz ham shunchalik aniqlik bilan demak chiqib boraveradi. Men ishni tezroq yakunlash maqsadida
ba'zi bir burchaklarni, chegaralarni da xatoliklarga yo'l qo'yyapman. Lekin bu bizning bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan ishimizda unchalik katta muammolarni keltirib chiqarmaydi deb o'ylayman. Bizga mana e'tibor bersangiz, yakunladim tumanni, lekin oxiriga yetmadi, chunki mana bu chegaraga yetmasdan sichqonchani, demak, chap tugmachasini 2 marta bosish orqali ishni yakunlamoqchi bo'ldim va bu bajargan ishimni, demak, xotiraga olmadi. Shuning uchun mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, qaytadan chizib chiqyapman hududni. Yana 2 marta bosilib ketdi bitta joyda. Mana yakunlaymiz hozir. Bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joy albatta tuman chegaralari. Demak, asosiy maydonlikda shu tuman chegaralariga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana bir qator tuman chegaralarini ko'rib turibsiz. Xo'p, bizda yana demak, Navoiy viloyatiga kiruvchi asosiy tuman chegaralarini belgilab oldik. Mana bu yerda endi ba'zi qilgan xatoliklarimizni to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, xo'p, mana bu yerda qaysidir ma'noda burchaklarda xatolikka yo'l qo'yganmiz. Buni editor panelning mana kursor belgisini tanlab olamiz. Biz sichqoncha belgisini tanlab olib, mana bu yerda o'sha edit vertexlar, ya'ni har bir qo'ygan tochkalarimizni tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lgan edit vertex oynasi ochiladi. Edit vertexni bossak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, biz o'sha tuman chegaralarini chizishda barcha qo'ygan o'sha bir-biridan farq qiluvchi tekisliklarda yotgan chegara chiziqlarini belgilagan, demak, nimalarimiz ko'rinib chiqadi. Xuddi mana shularni mana birontasini o'zgartirishingiz mumkin yoki yana qaytarib qo'yishingiz mumkin, balki unga bironta qo'shishga to'g'ri kelishi mumkin va shu kabi boshqa amallarni bajarish imkoniyatini yaratadi o'sha edit vertex funksiyasi. Mana endi Navoiy viloyatini rastrini biz agar nofaol qiladigan bo'lsak, mana Navoiy viloyatidagi tumanlar chegaralari mana shu holatda ko'z o'ngimizda hosil bo'ladi. Bu o'sha dasturning ancha imkoniyatlari kengligidan dalolat beradi. Endi bunda agar sizga o'sha tumanning har birini mana maydonlikni agar nofaol qilib viloyat kartasini ochganimizda e'tibor qaratsangiz, demak, har bir tuman bir-biridan qaysidir jihatiga ko'ra farq